Assalomu alaykum, Master MDF YouTube kanali a'zolari. Sizlarga yana bir xonadonimizda qilgan ishlarimizni qilib ko'rsatib o'tacakman. Bu ishimiz shkaf spalni komplektdan iborat. Ko'rib o'zlaringiz baho berishingiz mumkin. Shuning ko'rinishida juda ham chiroyli, roskoshniy bo'lib chiqqan. Bu shkafimiz spalni bilan birgalikda, tumbalar bilan bir joyda o'rnatilgan, bir stenani polnosti ellab turibdi, chiroyli bo'lib. Bu shkafimizning razmeri, eni, uzunligi 390 cm, balandligini keladigan bo'lsak 270 cm, chuqurligi bo'lsa 60 cm. Bemalol любой kiyimlarni ildirgandan hech qanday xalaqit berib, eshikka tegib qolib, hech qanday noqulaylik tug'dirmaydi. Shkafimizni o'zi bo'lsa maloshniy rangda, maloshniy LDSPdan ishlab tuzatganmiz. Görüp baho berishingiz mumkin. Ikki yon chetlari uzun, dapatolog bo'lgan, eshiklar ham bo'linmagan, shuning uchun juda ham chiroyli ko'rinishda chiqqan. Bu stilimiz high-tech deb aytiladi. Hozirgi zamonaviy ko'rinishda, ya'ni oldingi zamonlardan shkaf отдельный, spalni отдельный ko'rinishda emas, hammasi birgalikda, bir komplekt. Juda ham chiroyli, bir stenani ellab turibdi. Ko'rib baho berishingiz mumkin. Ichlariga keladigan bo'lsak, shkafimizning ichi shuningni ikkiga, bir tarafini ikkiga bo'lib qo'yganmiz, chunki kaltak, kostyum yoki shimlarni ildirganda udobniy bo'lib qo'yilgan. Tortmalarga keladigan bo'lsak, tandem pul mexanizm ishlatganmiz. Yon tarafdan ko'rinmaydi. Ichlariga keladigan bo'lsak, LDSP, HDF emas, bemalol og'ir narsalarni ham ko'taradi. Shuning ko'rinishda bir tarafini bo'lsa uzun kiyimlar yoki kurtkalar uchun uzun qilib qoldirganmiz. Pastida ko'yish qo'yish uchun, ustida esa g'aznasi bor. Uzun kiyimlarni, kurtkalarni, plashovkalarni bemalol qo'ysa bo'ladi, hech qanday xalaqit bermaydi. Mebelimiz o'zlaringiz ko'rib baho berishingiz mumkin. Kim shunga xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.